aka yig'ilib boradigan narxlarda ikkita Premier chiqdi. 2020 21 18 ming yurgan, 28 ming yurgan. Ikkalasi ham absolyutno top toza. Mers hadovoy tayinlovga ruxsatnoma. 4 tadan ikkalasi ham yumshoq, 8 ta yumshoq balon. Bittasi oq, bittasi qora. Ikkita do'st olib minsa ham maza qiladigan mashina. Mashina qarang, chexol qimmatidan taqilgan. Mashina tayyor holatda. Olasiz, prosta minasiz. Hamma hujjati bo'laveradi, bexijolat. Notariusda pulni sanaverasiz. Tiniq holatda turibdi ikkala mashinamiz ham. Olasiz, prosta minasiz. Premier 28 ming yurgan qop-qora. Qarang, tiniq holatda turibdi mashina. Bir qo'l. Xo'p, endi oqaga o'tadigan bo'lsak, qorani muxlislari ko'rdilaring. Qorasi yomon. Buni narxi mana Premier motorlar hamma o'tiribdi. Narxi 24800 dollar. Qoraning narxi kraskasi toza, 28 ming yurgan tiniq holatda. Endi 18 ming yurgan oq Premier. Bu 2021-yilda ishlab chiqarilgan tiniq holatda podarkaga zo'r tushadi. Bu ham tiniq, yangi holat turibdi, bir qo'l. Bu ham o'sha Premier holatda. Aka, bitta gap aytib ketayda mana sizga aka. Shuncha videoda ko'ryapsiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'ying aka, qo'llab-quvvatlab. Kanalni rivoji uchun foydasi bo'ladi xolos. Chunki havas qilgan bo'lsa, otamga olib bermoqchi edim degan havassiz bo'lsa, jo'natib qo'ying. Bu ham mana havas qilgan holatda yangi turibdi. Bir qo'l 18 ming yurgan. Notariusda buni ham pulini sanaverasiz. Bir qo'l mashina. Kraskasi absolyutno toza. Mana motorlarni ko'ryapsizmi? Tiniq holatda. Oqini narxi 25800, 24800 dollar. Ikkalasini ham hozir bo'lsa hozir olib keting, Farg'ona shahrida turibdi. Bugun ertaga ertalab notariusda o'tkazib oling. Like bosib, obuna bo'lib, ekrandan bilan aloqa chiqib, ikkita Premier qilib yurgan probegligi ozligidan oqtarib video tashlab beramiz.